Agrobankdan keldik. Mana Agrobank hammasini bilasizlar, yo, sentrda Agrobank filialida. Bizda hozir shunaqa ayollarimizga yo'llarni ochib, mana ishsiz o'tirgan uyda ishsiz o'tirgan ayollarimizga 17 million so'mgacha kreditlar ajratilyapti, imtiyozli. 4 yilga beriladi, 6 oy imtiyozli davr bilan, misol qo'y boqsangiz bo'ladi, plastikka tushirib beriladi. 20 million so'mlik ta'minotchi emas. Berilmaydi, polizga beramiz. Bozordan tanlab topishib, o'zingiz xohlagan, misol bitta sigir olishingiz mumkin. Yoki ayol kishilarga misol chevarchilik bilan shug'ullanish mumkin, bunda ham tirikchilik qilib, ham kredit to'lab, shu bekor o'tirmasin degan maqsadda prezidentimiz qarori bilan shu kreditlar ajratildi. Bitta kredit emas, xohlagan odam borib ushlab olgani bo'ladi. Mana mahalla agentimiz bor, ehtimolda. Yana qolaversa, misol eringi Rossiyada bo'lsa, misol uchun pul jo'natayotgan bo'lsa, uyda saqlamasdan omonatlarimiz bor. Omonatga qo'shgani bo'ladi, 18% bo'lib qoldi. Yillik gadovoy. Oyma-oy ko'payib turadi. Misol uyda saqlasangiz, kimdir berib tur deydi, qandashmoqlar vaqtida bermaydi. Shunaqa nimalarimiz bor. Plastik kartalarimiz bor. 12 xil kartalarimiz bor. Bemalol olib, ochib foydalanishingiz mumkin. Bu tadbirkorlar bilan uchrashuv, ochiq muloqotda bemalol nima savollaringiz bo'lsa, bankda qiziqtirgan berishingiz mumkin. Ulardan netlar, misol qiziqtirgan nimalar bo'lsa, kredit oluvchilar ham qiziqishga, siz olasiz, magazin. Ko'mirga. Olib cho'qmoshni olib, o'zidan foydalansa bo'ladi. O'zini qanchadan to'laymiz bir yilda? Nomeri 89. Mana kreditni tartibi bilan tushuntiraman. 4 yilga beriladi. 6 oy imtiyozli davri bor. Foizi 25%. Yillik 17 millionniki 6 oy 365 mingdan to'laysiz. 7-oydan 800 mingdan chiqadi. 750 ming, 760 ming atrofida chiqadi. 800 mingdan to'lasangiz 4 yilga beriladi. Xohlagan narsangizni olishingiz mumkin, yo'nalishi rosa ham ko'p.